Assalomu alaykum hurmatli SVT o'rganuvchilari. Sizlar bilan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Navbatdagi mavzumiz exponents and radicals, darajalar va ildizlar. Bu mavzu unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi degan umiddaman. Yetarlicha 3-4 misol ko'rsatib ketaman. Qolganini o'zingiz mustaqil ravishda bemalol yechib olishingiz mumkin. Demak, birinchi misol. A va B musbat sonlar bo'lsa, quyidagi ifodalarning qaysi biri ekvivalent bo'ladi? Demak, bu yerda ildizdan chiqarsak A chiqadi. Yoki darajani 2 ga bo'lib olamiz ikkisini. Bu ko'p. Demak, bu javob to'g'ri. Bunda ham xuddi shuningdek, ikkinchi ham, uchinchida demak, qaysi biri shunga ekvivalent deyapti. Bu teng 1/5 x ni sinchisiga deyapti. Sini qiymatini so'rayapti. Demak, soddalashtirib olsak, darajalar ayriladi. X ni 18-si x minus 4 taqsim 5. Bu yerda ham darajalar ayriladi. Plus 4 x ni 18-si taqsim 5 barobar 1/5 x ni sinchisi. Bu yerda mahraj 5 dan har birini ko'paytirib olsak, x ni 19-si minus 4 x ni 18-si plus 4 x ni 18-si barobar 1/5 x ni sinchisi. Demak, bu ikkisi biri minus biri plus bo'lgani uchun qisqarib ketadi. Demak, 1/5 x ni 19-si deb yozsak bo'ladi. Bu yoq ham 1/5 x ni sinchisi. Demak, bular ham qisqarib ketadi. Asoslari x bo'lgandan keyin darajalari teng bo'ladi. S teng 19. Demak, javob S javobi ekan. To'rtinchi masalada demak, berilgan tenglamadan o'zgaruvchilar R, S va W. R, S, W'lar ifodalaydi musbat sonlarni. Qaysi tenglama to'g'ri ifodalangan S ni topish uchun R va W dan foydalanadi. Demak, bu yerda S ni topish kerak. S ni topish uchun birinchi harakat qilamiz, shuni o'zini topib olsa. Ya'ni R kvadrat plus S kvadrat barobar R kvadrat taqsim W deb olamiz. Keyin bu yerdan S kvadratni o'zini qoldiramiz. Demak, S ni topsak, ildiz ostinda W dan mahraj bersak, R kvadrat minus W R kvadrat taqsim W. Demak, A javob to'g'ri. Bu yerda yanglishmanglar, ko'pincha bu ham to'g'rida ketishi mumkin, lekin bu ildiz alohida olinmagani uchun bu javob noto'g'ri. Javob to'g'ri. 5-chi. F funksiya shu berilgan tenglama orqali ifodalangan. J funksiya shunga teng. X o'qini kesish nuqtasining x koordinatasi qanday bo'ladi? X funksiyaning. Ya'ni x barobar 0 bo'lganda x ni so'rayapti. Demak, x barobar fx ni o'rniga formulani qo'yamiz. 9x minus 7 minus 7x plus 2 deb ochamiz. Demak, buni soddalashtirib qo'ysak,
2x minus 7 plus 2 minus 5 bo'ladi ekan. Endi biz x teng 0 da x ni topib olamiz. Yoki 2,5. Demak, javob C javob. 6-masalaga qaraymiz. N va K birdan katta sonlar va kub ildizosinda n ni 4-si 5-ildizoda K kvadratga ekvivalent, ya'ni teng. A'ning qanday qiymatida bu ikkisi teng bo'ladi? Bu yerda K ni darajasida 1 kelgani uchun buni ham 1 ga aylantirishga harakat qilamiz. Demak, har ikki tomonini 5 taqsim 2 darajaga ko'taramiz. Shunda n ni 20 taqsim 6-si teng bo'ladi K ni birinchisiga. Demak, bu 2 plus 1 ga teng. Buni ham qisqartirib yozsak, 10 taqsim 3 barobar 2a plus 1. 2a barobar 10 taqsim 3 minus 1. 2a barobar 7 taqsim 3. Shunda a barobar 7 taqsim 6 bo'ladi ekan. Demak, javobimiz 7 taqsim 6. 7 va 8 misollarimiz shu ko'rinishda ifodalanadi. Bu ham 9 ham oson. Bella oson ekan. Qolgan misollarimiz ham unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Barchangizga omad tilab qolaman. SAT imtihonlarida 8 dan 8 ball hammamizga nasib qilsin.